Allohning ayi bu Ramazon. 5-qism. Muborak Ramazon oyidagi alohidaliklar va ahkamlar. Avtori Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Kasallar, yashanganlar, homildorlar va bola imtidgan ayollar ro'za tutmasimi bo'lamdi? 1. Kasal. Janobi Alloh Qur'on Karimda mundaq degan: Kimki kasal yoki safar ustida bo'lsa, boshqa kunlarda tutsin. Alloh sizlarga osonlikni xohlaydi. Baqara surasi 185-oyat. Bu oyatga asosan kasal kishi Ramazonda farz ro'zasini tutmasimi bo'ladi. Barliq olimlar buningga birlikka kelgan. Lekin bu oyatda bu kengchilikning qaysi darajadagi kasalga berilganligi bayon qilinmagan. Ba'zi olimlar har qanday kasal ruxsat doirasiga kiradi deb qaragan bo'lsa-mu, ko'pchilik olimlarimizning bayon qilishicha Ramazonda ro'za tutmasimi bo'ladi deb ruxsat qilinadigan kasalning o'lchami shuki, ro'za tutish bilan kasali texmi og'irlashib ketadigan yoki saqiyish kechikadigan yoki qiynalib qoladigan yoki turmushini qamdaydigan kasbini qilolmay qoladigan kasallardir. Chunki kasalliklar o'xshash bo'lmaydi. Barmoq og'riqi yoki kichikgina yaradak ba'zi kasallar ro'za tutishning ta'siriga uchramaydi. Yana ich surish va oshqozon kasalliklariga o'xshash ba'zi kasalliklarga ro'za tutish foyda qilg'achqa, doktor ularga ro'za tutishni tavsiya qiladi. Bundaq kasalliklar uchun ro'za tutmaslikqa ruxsat qilinmaydi. Chunki bundaq kasalliklarga ro'za tutish ziyon qilmasdan, balki foyda qiladi. Ro'za tutishdan ziyon kelib chiqadigan kasalliklarga barliq olimlarning birda ittifoqi bilan ruxsat qilinadi. Shundaqla ro'za tutsa kasal bo'lib qoladigan saq kishilarning kasal odamga o'xshash ro'za tutmaslik ruxsati bor. Buningga ba'zi olimlar ruxsat qilgan. Janobi Alloh mundaq deydi: O'zinglarni o'ltirmanglar. Alloh haqiqatan sizlarga nihoyatda mehribondir. Nisa surasi 29-oyat. Hatto ba'zilar ro'za tutsa og'ir kasal bo'ladigan yoki o'ladigan bo'lsa, ro'za tutishi harom bo'ladi degan. Yana ba'zilar undaq ahvolda ro'za tutishi makruh degan. Ro'zaning foyda qilish yoki ziyon qilishini doktor belgilaydi yoki kasal o'zining tajribasi va his qilishi bilan bo'ladi. Bir kishiga ishonchli doktor ro'za tutsangiz sizga ziyonliq degan bo'lsa-mu, buningga qaramay ro'za tutib olsa, ro'zasi to'g'ri bo'ladi. Lekin Janobi Allohning kengchiligini qabul qilmaganlik uchun yaxshi qilmagan bo'ladi. Agar ro'za tutishidan kasal yomonlashib, og'ir ziyon kelib chiqadiganligi aniq turib, yanada ro'za tutaman deb kajlik qilsa, bundaq qilishi harom bo'ladi. Chunki Alloh uni o'zini azoblashdan va o'zini o'ltirishdan to'sgan. O'zinglarni o'ltirmanglar. Alloh haqiqatan sizlarga nihoyat mehribondir. Janobi Alloh uning o'zini qiynab azoblashiga muhtoj emas. Yuqorida kasal kishi Ramazonda ro'za tutmasimi bo'ladi dedik. Undaqda ro'za tutmasa nima qilish kerak? Keyin uning qazosini qilamdi yoki fidya berib boshqalarni g'izolantiramdi? Kasal ikki xil bo'ladi. Birinchisi vaqtli kasal. Ya'ni ba'zida kishi ushtumtut kasal bo'lib qolib, bir muddat davolangandan keyin saqayib ketadi. Bundaq saqayib ketadigan hamda davolag'ili bo'ladigan kasallar saqaygandan keyin Ramazonda tutilmagan ro'zalarning o'rniga boshqa kunlarda ro'za tutishi kerak. Alloh taolamo boshqa kunlarda tutsin deb buyurgan. Buningga asosan butun Ramazonda bir oy ro'za tutilmagan bo'lsa, keyin bir oy qazosini tutadi. 10 kun tutilmagan bo'lsa, 10 kun qazosini tutadi. Bir kun tutilmagan bo'lsa, bir kun qazosini tutadi. Ikkinchisi, saqaymas kasal. Bu saqayishidan umid yo'q, davomli kasal holatida yetib ketadigan, davomli dori iste'mol qilib turadigan kasallar bo'lib, bundaq kasalga giribtor kishilar yashangan kishilarga o'xshashla ro'za tutmaydi, ham qazosini qilmaydi. Faqatla tutalmagan har bir kun uchun bir fiqirning qo'rsqini o'ttirhal 2 vaqt tamoq bilan to'yg'izadi. Yoki ba'zi olimlarning qarshida qo'rsqini to'yg'izgudek naq pul bersimi bo'ladi. Ko'proq bersa, texmi yaxshi. Agar bir kishi saq holatda ro'za tutib bo'lgandan keyin shu kuni kunduzda ushtumtut kasal bo'lib qolsa, ro'zasini buzvasa bo'ladi. Buzg'anға kafarat kelmaydi. Keyin saqayganda qazosini qilsa bo'ladi. Saqaymas kasal bo'lib qolgan bo'lsa, shu kun uchun bir miskinni to'yg'izsa bo'ladi. Ikkinchi, yashanganlar. Ro'za tutsa qiynalib qoladigan yashangan kishilar ro'za tutmay har bir kun uchun bir miskinning qo'rsqini to'yg'izsa bo'ladi. Alloh taolo Qur'on Karimda mundaq degan: Allah sizlarga osonlikni xohlaydi, ta'sirlikni xohlamaydi. Baqara surasi 185-oyat. Yana Hazrati Ibn Abbos radhiyallohu anhu mundaq degan: Yashangan qari kishiga ro'za tutmaslikqa ruxsat qilindi. U har bir kunning o'rniga bir miskinni g'izolantiradi, qazosini qilmaydi. Alloh taolo mundaq deydi: Sanoqli kunlarda ro'za tutish farz qilindi. Sizlardan kimki kasal yoki safar ustida bo'lsa, tutilmagan kunlarning qazosini boshqa kunlarda tutsin. Ro'zani qarilik yoki ojizlik tufaylidan mushaqqat bilan aran tutadigan kishilar tutmasa, ularning kunligi uchun bir miskin to'yg'udak tamoq fidya berishi lozim. Kimki fidyani ortiq bersa, bu o'zi uchun yaxshidir. Agar bilsanglar,
qiyinchiliklarga qaramay ro'za tutish sizlar uchun yaxshiroqdir. Baqara surasi 184-oyat. Ata Alloh taolo bu oyatda ko'rsatgandek har qanday kasal sababidan ro'za tutmasimi bo'ladi degan. Hasan Basri bilan Ibrohim ikkalan bola emitkuchi bilan homildor ayollar haqida o'zlariga yoki bolalariga malollik yetib qolishidan qo'rqsa, ro'za tutmay keyin qazosini qilsa bo'ladi. Ammo yashanib qolgan bo'vay kishi ro'za tutishga bardoshlik berolmasa fidya beradi. Anas radhiyallohu anhu yashanib qolgan chaqda 1 yoki 2 yil har kuni bir miskinga non go'shtlarni fidya berib ro'za tutmagan degan. Yana Imom Buxoriyning rivoyat qilishicha, Hazrati Ibn Abbos radhiyallohu anhu mundaq degan. Janobi Allohning ro'zini qarilik yoki ojizlik tufaylidan mushaqqat bilan aron tutadigan kishilar tutmasa, ularning kunligi uchun bir miskin to'yg'udek tamoq fidya berishi lozim. Kimki fidyani ortiq bersa, bu o'zi uchun yaxshidir. Baqara surasi 184-oyat. Degan so'zi yashangan qari kishilar va shularga o'xshagan kishilar haqida tushgan. Yaqinqi va hozirgi davrimizdagi ba'zi olimlar Muhammad Abduh rahmatullohi alayhidek davomli ig'ir ishlarni qilish orqali tirikchilik qiladigan, masalan, issiq havoda ko'mir konlarida yoki tunur oldida qurilishda kun bo'yi oftobda ishlaydiganlardek, muddatsiz kesilganlardek, u ishni kechada qilolmaydigan hamda u ishdan boshqa tirikchilikmi qilolmaydigan namrat ishchilarni yashangan kishilarga va davomli kasal yotadigan kishilarga qiyos qilgan va ular ro'za tutmasimi bo'ladi deb qaragan. Bulardan ba'zilar fidya berdi desa, yana ba'zilar 1 yil ichida sharoiti yor berganda qazosini tutadi degan. Bular ochliq va ussizlik qiynayotgan kishi ahvoliga qarab ig'iz echivitishning vojibligi yoki joizligida kasal kishiga o'xshaydi. Ro'za tutishdan maqsad kishini qiynash emas, balki tarbiyalashdir degan. Boshqa olimlar ig'ir ishlarni qiladiganlar ro'za tutishga buyurilganlardan bo'lib, ular kasal yoki safardagi kishiga o'xshamaydi. Shunga ular suhurliq yeb ro'za tutib qo'pishi lozim. Qaysi biri kunduzi bardoshlik berolmay ig'iz echivitishga majbur bo'lsa, ig'iz echivitib kunning qolgan qismida ro'zasini davomlashtiradi. Keyin qazosini qilib oladi. Bardoshlik berolganlar ro'zasini buzmay davomlashtiradi degan. Mushu qarash to'g'ri qarashdir. 3. Homildor va bola emtadigan ayol. Homildor va bola emtadigan ayolga kelsak, hadisda mundaq deb ko'rsatilgan. Alloh taolo safar ustidagilarga ro'za tutmaslik va namozni qasr qilib qisqartib o'qish ruxsatini bergan. Homildor va bola emtadigan ayolga ro'za tutmaslik ruxsatini bergan. Yana bu haqda Hazrati Ibn Abbos va Ibn Umar radhiyallohu anhumalar homildor va bola emituvchi ayollar bolalardan ansirsa ro'za tutmay fidya berdi degan. Yuqoriqilarga asosan barliq olimlar ular qiynalsa ro'za tutmasimi bo'ladi degan. Lekin ro'za tutish sababli qo'rsoqdagi yoki emiyotgan bolaning og'rib qolishi yoki o'lib ketishidan emas, o'zlarining og'rib qolishidan ansirgan taqdirda ko'pincha olimlar ular ro'za tutmay boshqa chog'da o'rniga qazosini qilib olsa bo'ladi degan. Qo'rsoqdagi yoki emiyotgan bolaning og'rib qolishi yoki o'lib ketishidan ansirgan taqdirda ba'zi olimlar har bir kun uchun bir miskinning qo'rsog'ini to'yg'isi bo'ladi, qazosini qilmaydi degan. Ko'pchilik olimlar qazosini qiladi degan. Yana ba'zilar ham miskinning qo'rsog'ini to'yg'izadi, ham qazosini qiladi degan. Yana ba'zi olimlar hech qaysisini qilmaydi degan. Kishi bu qarashlarning qaysisini o'z ahvoliga munosib ko'rsa yoki shu kishiga qaysi qarash qulay bo'lsa, shuni qilsa bo'ladi. Masalan, ba'zi ayollar keyin qazosini qiladigan fursat topa oladi. Bular miskinning qo'rsog'ini to'yg'izib, keyin qazosini qilib olsa yaxshi bo'ladi. Arqama-arqa qo'rsoq ko'tarib bola emtadigan ayollar qazosini qilish fursatiga erisholmaydi. Shunga bular miskinning qo'rsog'ini to'yg'izsa bo'ladi. Namrat kishilar miskinning qo'rsog'ini to'yg'izishning o'rniga o'zi qazosini tutib olsa bo'ladi. Alloh taolo bandalariga osonlikni xohlaydi, qiyinlikni xohlamaydi. Shuncha osonliklarni ato qilgan Janobi Alloh har bir insonning ko'ngildagini biladi. Qiyomat kuni har bir kishi topshirilgan ibodatlardan so'riladi, hisob beradi. Shunga har bir kishi Allohdan qo'rqib, yo'qolan bahona sabablar bilan farz ibodatlarni qilishdan qochmasligi, ammo haqiqiy o'zra va zaruriyat bo'lsa, Allohning kengchiligini qabul qilib, kajlik qilmasligi kerak. Ramazonda tutolmay qolgan ro'zasining qazosini yana bir Ramazon kirguchi tutolmagan bo'lsa, qanday qilish kerak? Bir kishi Ramazonda o'zri bilan bo'lsin yoki o'zrsiz bo'lsin, farz ro'zani tutolmagan yoki buzayotgan bo'lib, uning qazosini qilmoqchi bo'lsa, ro'za hayitining 2-kunidan boshlab kelar yili Ramazon kelib bo'lguncha bu ishga aldirishi, hargizmi sal qarab kechiktirmasligi lozim. Chunki inson uning qazosini qilib olmasdan o'lib ketib qolsa, bo'ynida ado qilinmagan farz qolgan bo'ladi. Ammo yana bir Ramazon kirguncha kechiktirsa, gunoh bo'lmaydi. Hazrati Aisha radhiyallohu anha mundaq degan: "Mening Ramazonda tutolmagan ro'zalarim bo'ladi.
Sha'ban oyi kelgandala andin u kunlarning qazosini tuta oladi. Hafiz ibn Hajar mundaq deydi. Yuqori hadisda Ramazonning qazosini o'zirlik yoki o'zirsiz kechiktirishning joizligiga dalil bordir. Navoda undaq qilish joiz bo'lmaydigan bo'lsa edi, Aisha radhiyallohu anha izchil undaq qilmagan bo'ladi. Yana bir Ramazon kirgucha ilgirki Ramazonda tutilmagan ro'zaning qazosini qilmagan bo'lsa, ba'zi olimlar ikkinchi Ramazondan keyin qazosini qilish bilan birga fidya to'laydi degan. Ya'ni bir miskinga bir vaqt yoki ikki vaqt tamoq olib bersa bo'ladi. Bular ba'zi sahobalarning so'zi va ish harakatlariga tayangan. Yana bir qism olimlar qazosini qilsa kifoya, fidya to'lamasimi bo'ladi degan. İbrahim Naxai Ramazan ro'zasining qazosini kelar Ramazan kelguchilik kechiktirgan odam har ikki Ramazonning ro'zasini tutadi degan va u odamga tamoq fidya berish vojib emas degan. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan mursal sanad bilan yana Ibn Abbas radhiyallohu anhumadan u tamoq fidya berish kerak deb rivoyat qilindi. İmam Buxoriy mundaq deydi. Janobi Alloh tamoq fidya berishni demagan, faqatla tutilmagan kun soni bo'yicha boshqa kunlarda tutib olsin degan. Bunaqa asosan cho'qim uning qazosini qilish kerak. Ammo fidya berishga kelsak, bersa afzal, bermasa hech gap yo'q. Chunki bu vaqtda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan hech bir ko'rsatma kelmagan. Soniga kelsak, qancha kun tutilmagan bo'lsa, shuncha kun qazosini qiladi. Ammo qancha kun ro'za tutilmaganligida yoki qancha kunni buzayotganligida shak qilib qolgan taqdirda ko'ngli xotirjam bo'lish uchun mumkin qadar ko'proq ro'za tutsa yaxshi. Bir qancha kun orqama-orqa tutilmagan yoki buzayotgan bo'lsa, bu kunlarning qazosini qilganda orqama-orqa tutishi yaxshi. Ammo kun aralab tutsimi bo'ladi. Kimki kasal yoki safar ustida bo'lsa, tutilmagan kun soni bo'yicha boshqa kunlarda tutib olsin degan oyatdami uzildirmay tutishni shart qilmagan. Ibn Abbas va Abu Hurayra radhiyallohu anhular Ramazon qazosini bir kundan ayirib tutsimi bo'ladi degan. Ramazonda tutolmay qolgan ro'zasining qazosini tutmay turib, nafl ro'za tutsa bo'lamdi. Ko'pchilik olimlar Ramazonning qazosini tutib bo'lguncha ozodi vaqt bo'lsa, nafl ro'za tutishi joiz deb qaraydi. Mushu qarash kuchlik. Chunki Ramazonning qazosini tutib olish yil bo'yi kengri qo'yib o'tilgan. Ashura kunida yoki Shavvolning 6 kunida tutish vaqti muayyan bo'lg'achqa, tutib olmasa qo'ldan ketadi. Bu xuddi farz namozning vaqti kengri bo'lg'achqa, oldida sunnat namoz o'qigandek joiz ish. Bunoga asosan qazo ro'zasini tutib bo'lguncha nafl ro'za tutsa gunoh bo'lmaydi. Kimki kasal yoki safar ustida bo'lsa, tutilmagan kun soni bo'yicha boshqa kunlarda tutib olsin degan oyatmi qazosini qilish vaqtini belgilamay mutlaq kelgan. Bumi tunji fursatda tutishi vojib emasligini bildirdi. Hazrati Aisha radhiyallohu anha mundaq degan: "Mening Ramazonda tutilmagan ro'zalarim bo'ladi. Sha'ban oyi kelgandala andin u kunlarning qazosini tuta oldim." Hazrati Aisha radhiyallohu anhaning oraliqda nafl ro'zalarini tutishi aniq. Albatta, qazo ro'zani tutishga aldirash kerak. Chunki farz nafldan avvalgi o'rinda turadi. Shunga yana bir Ramazon kirishga oz qolgan ahvolda farz ro'zaning qazosini tutib olish lozim. Mehmondorchilik sababidan nafl ro'zani buzib etish. Nafl ro'za tutishning fazilati haqida ko'p hadislar kelgan. Masalan, Sahil radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: "Jannatda Rayyan deb ataladigan bir eshik bo'lib, qiyomat kuni u eshikdan faqat ro'zadorlar kiradi. U eshikdan ulardan boshqasi kirmaydi. Ro'za tutquchilar qayerda deyilsa, ular o'rinlaridan turishadi-da, u eshikdan ulardan boshqa hech kim kirmaydi. Ro'za tutquchilar kirib bo'lganda eshik taqilib qolib, uningdan boshqa hech kim kirmaydi." Abu Said radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, "Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mundaq deganligini angladim. Kimki Alloh yo'lida jihad qilayotganda bir kun ro'za tutsa, Alloh uning yuzini do'zaxdan 70 yil yiroqlashtirib etadi." Nafl ro'za deganimizda farz yoki vojib bo'lmagan ro'za maqsad qilinadigan bo'lib, buning ichiga sunnat, mustahab va targ'ib qilingan barliq ro'zalar kiradi. Nafl ro'za tutgan kishi mehmondorchilik so'rovlariga taklif qilinib qolsa, ahvolga qarab tuvandagi 3 ishning birini tanlasa bo'ladi. Birinchisi, mehmondorchilikqa barmay o'zir aytib ro'zasini tutayverish. Hafiz ibn Hajar mundaq deydi: "Chaqiruvchi o'zir aytsa, sahibxonmi uning tamoq yemay ketishi ig'ir keldiganligi yoki shuningga o'xshagan sabab tufayli uning o'zirisini qabul qilsa, bu uning barmaslik uchun o'zir hisoblanadi." Hadisda mundaq kelgan: "Biringlar ro'zador holatda tamoqqa chaqirilsa, men ro'zador desin." İmam Abu Bakr al-Jassas mundaq deydi: "Bu hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nafl ro'za tutgan kishi bilan farz ro'za tutgan kishini ayirmagan." İmam Navaviy mundaq deydi: "Bu hadisdagi men ro'zador desin degan ko'rsatmani o'zir aytish va ahvolini bayon qilish deb tushunamiz. Agar o'zirisini qabul qilib mehmondorchilikka kelmasligiga ruxsat qilsa, barmasimi bo'ladi. Ruxsat qilmasa, berishi lozim bo'ladi. Ro'za barmaslikqa o'zir bo'lolmaydi, lekin barsa cho'qim tamoq yeyish kerak emas.
ro'zadorlikqa bir narsa yemasligiga uzr bo'ladi. Bu ahvolda ro'zadorlikni esi riyo bo'lmaydi. Chunki olimlarimizning aytishicha bu hadis yana shuni ko'rsatadiki, biror ehtiyoj topilganda namoz va ro'za qatorliq nafl ibodatlarni boshqalarga ko'rsatsa hech gap bo'lmaydi. Ehtiyoj topilmasa yushirish mustahab bo'ladi. Nafli ibodatlarni yushirish mustahab bo'lsa-mu, bormasa sahibxonning ko'ngli og'rib qolmaslik uchun bu hadis borolmaydigan mehmonni "man ro'zador" deb o'zini aytishga buyurgan. Ikkinchisi, mehmondorchilikqa berib bir narsa yemay ro'zasini tutayverish. Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: "Biringlar tamoqqa chaqirilsa borsin. Agar u ro'zador bo'lsa, duo qilib qo'ysin. Ro'zador bo'lmasa, tamoq yesin." Nafi rivoyat qiladi-ki, Ibn Umar roziyallohu anhuma to'yga chaqirilsa, ro'zador bo'lsin yoki bo'lmasin bormay qo'ymaydi. Ro'zador bo'lib qolsa, duo qilib barkat tilaydi. Ro'zador bo'lmasa, tamoq yeydi. Ubaydullah ibn Abi Yazid deydi-ki, atam Abdullah ibn Umar roziyallohu anhumani chaqirgan edi. U kelib o'ltirdi. Tamoq keltirildi. Abdullah ibn Umar roziyallohu anhuma qo'lini uzatib, Allohning ismi bilan elinglar deb bo'libla qo'lini tortib olib, "Men ro'zador" dedi. Ro'zador tamoq yemaydigan turib mehmondorchilikqa berishning bir qancha turlik foydasi bor bo'lib, masalan, mehmon sahibxonga duo qiladi. Sahibxonmo mehmonning barakatiga erishadi. Mehmon bilan so'rini zinnatlanadi. Mehmonning ko'rsatmalaridan foydalanadi. Ba'zi mehmonlar kelmasa, sahibxonning yuzi tushib ketadigan bo'lsa, mehmonning kelishi buni to'sib qolalaydi. Barmagan taqdirida yuqorqilar qo'lga kelmaydi. Sahibxonning diqqati chechilib bearam bo'ladi. Uchinchisi, mehmondorchilikqa berib bir narsa yeb ro'zasini buzib etish. Müminlarning onasi Aisha roziyallohu anha mundaq deydi. Bir kuni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mening yonimga kirdi va yegudak biror narsa bormi deb so'radi. Biz yo'q degan edik. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam undaq bo'lsa men bugun ro'za tutaman dedi. Boshqa bir kuni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yonimga kirganda, "Ey Allohning rasuli, hayis, ya'ni xurma, sariqmay va qurutdan hozirlangan tamoqi bor degan edim, keltiring. Men atigan nafl ro'za tutib olgan edim" dedi va tamoqdan yedi. Ummu Hani radhiyallohu anhadan mundaq rivoyat qilindi. Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yanida o'ltiratdim, bir qachida ichimlik keltirildi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningdan ichgandan keyin menga sunib berdi. Menmi ichdim. Andan men gunoh qilib saldim. Menga mag'firat talab qilgan bo'lsalar degan edim. Nima gunoh qildingiz deb so'radi. Ro'zador turib buni ichib saldim dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qazo ro'zimidi deb so'radi. Yo'q desam, undaqda hech nima bo'lmaydi dedi. Yana bir rivoyatda nafl ro'za tutquchi o'ziga o'zi xo'jadir. Xolisa ro'zasini davomlashtiradi, xolisa ro'zasini buzib o'talaydi degan. Imom Shavkani yuqori hadislar haqida mundaq deydi. Bu hadislar nafl ro'za tutgan kishining og'iz ochsa, bo'libmi musulmonlardan birisi chaqirgan mehmondorchilikda bo'lsa, og'iz ochsa joizlikni ko'rsatadi. Albatta, mehmondorchilik ro'zadorning nafl ro'zasini buzib o'tishga uzr bo'la oladi. Buningda ro'zador sahibxon bo'lsin yoki mehmon bo'lsin o'xshash. Chunki ba'zida sahibxon mehmonining tamoq yemaganligidan ko'ngli yarim bo'lishi, bearam bo'lishi mumkin. Ba'zida mehmon sahibxonning uning bilan birga tamoq yemaganligidan ko'ngli yarim bo'lishi yoki bearam bo'lishi mumkin. Tuvandagi bu hadismi shuni ko'rsatadi. Abu Juhayfa radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Salman bilan Abu Dardani qarindosh qilib qo'ygan edi. Salman Abu Dardani yo'qlab kelib, Abu Dardaning ayoli Ummu Dardaning kiyinishda o'zini tashlab o'tganligini ko'rib, Ummu Dardaga "Nima bu turqingiz?" degan edi. Ummu Darda "Qarindoshingiz Abu Dardaning dunyoga hojati yo'q" dedi. Ondan Abu Darda kelib Salmonga taom rasladi. Salman Abu Dardaga "Senmi yegin" degan edi. Abu Darda "Men ro'za tutib olgan, sen yegin" dedi. Salman "Sen yemiguncha menmi yemayman" degan edi. Abu Darda yedi. Kechining avvalida Abu Darda turmoqchi bo'lgan edi. Salman uxla dedi. Abu Darda uxladi. Sal turib Abu Darda yana turmoqchi bo'lib edi. Salman uxla dedi. Kechining oxiri bo'lganda Salman "Endi tur" dedi. Ikkisi namoz o'qib bo'lganda Salman uningga "Rabbingning senda haqqi bor, nafsingning senda haqqi bor, ahlingning senda haqqi bor. Shunga har bir haq egasiga o'z haqqini berishing kerak" dedi. Abu Darda Rasulullohning yoniga kelib bu ahvolni so'zlab bergan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Salman rost aytibdi dedi. Yuqori hadisda Salman radhiyallohu anhu Abu Darda radhiyallohu anhuga mehmon edi. Uning chang turvalishi natijasida sahibxon Abu Darda radhiyallohu anhu nafl ro'zasidan ig'iz ochib o'tgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu voqeadan voqif bo'lgandan keyin Salman rost aytibdi deb Salman radhiyallohu anhuning qilganini to'g'ri topgan. Xarasha ibnul Hur mundaq deydi. Biz Ibn Umar radhiyallohu anhuma huzurida edik. Oldiga tamoq keltirilgan edi. U so'rindikilarga "Yanglar" dedi. Ularning har biri "Men ro'zador" deb turib olgan edi.
u ularning ig'iz echib o'tishini talab qilib turib olib, oxiri ular ig'iz echib o'tishdi. Ata deydi. Men Salman ibn Musadan burun kishilar mehmonlar uchun ig'iz echib o'tamdi deb so'rasam, u ha dedi. Hasan Basri ro'zdor kishining uyiga mehmon kelib qolsa, ig'iz echib o'tib, o'rniga bir kun qazosini tutib olishga ruxsat qiladi. Yuqoriqilardan nafl ro'za tutgan kishiga mehmondorchilik sababidan ig'iz echib o'tishga ruxsat borligi, ahvolga qarab 3 ishdan eng munosib birini tanlashi ma'lum bo'ladi. İmam İbn Taymiya mundaq deydi. Eng muvofiq qarash shuki, ro'zdor holatda to'yga borsa, agar tamoq ig'iz tegmasa, sohibxonning ko'ngli yerim bo'ladigan bo'lsa, tamoq yegini afzal. Sohibxonning ko'ngli yerim bo'lmaydigan bo'lsa, ro'zasini tamomlagani afzal. Sohibxonmi tamoq yesila deb yemay turib olgan mehmonning ko'ziga kirib olsa bo'lmaydi. Chunki har ikki ish joizdir. Agar ig'iz echib o'tishni tanlagan taqdirda Hanafiy va Maliki olimlarning qarashi bo'yicha o'rniga bir kun qazosini tutib olishi vojib bo'ladi. Bu qarash kuchli bo'lib, Hazrati Abu Bakr, Umar, Ali, Ibn Abbas, Jabir, Aisha va Ummu Salama radhiyallohu anhumalardan, shundaqla Hasan Basri, Said ibn Jubayr qatorliq tabiinlardan rivoyat qilingan. Agar ro'zdor Ramazonning qazosini yoki shunga o'xshash vojib ro'zani tutayotgan ahvolda mehmondorchilikqa duch kelib qolsa, ig'iz echib o'tishi harom bo'lib, bu ishidan tavba qilishi, Allohdan mag'firat tilashi va o'rniga bir kun ro'za tutishi vojib bo'ladi. Imom Ibn Qudama mundaq deydi. Kimki Ramazonning qazosini tutayotgan yoki muayyan bir kun ro'za tutishni yoki mutlaq bir kun ro'za tutishni nazar qilib tutayotgan va yoki kafarat ro'zasi tutayotgan, umuman vojib ro'za tutayotgan bo'lsa, u ro'zani buzib o'tish joiz bo'lmaydi. Chunki uning ro'za tutishi bilan bu kun ro'za tutmasa bo'lmaydigan kun o'rnida bo'lib ketgan. Buningda olimlar o'rtasida o'xshamagan qarash yo'q. Alhamdulillah. Vallohu a'lam. Junublikdan yuyinib bo'lguncha tong etib qolsa, ro'za to'g'ri bo'lamdi. Junublik hayz yoki nifas sababidan bo'ladi. Bu ayollarda ko'riladi. Bundan boshqa jinsiy munosabat, uxlaganda ehtirom bo'lish yoki uyg'oq chog'da shahvat bilan ma'ni chiqish qatorliq sabablardan bo'ladi. Bu er va ayollarda o'xshash ko'riladi. Hayzlar yoki nifaslar holatda tong atsa, ro'za tutish harom bo'ladi. Ayol kishi shunday holatda ro'za tutsa, ro'zasi to'g'ri bo'lmaslik bilan birga gunoh ish qilgan bo'ladi. Lekin tong etishdan burun qon butunlay to'xtab bo'lsa, andan tong atgandan keyin yuyunsa, bu ahvolda ro'zasi to'g'ri bo'ladi. Chunki ro'za tutish uchun yuyinish shart emas, ammo namoz o'qish uchun yuyinishi shart. Ammo hayz va nifasdan boshqa er va ayollarda o'rtaq ko'riladigan boshqa barliq junubliklar uchun elib aytganda, masalan, jimadan yoki ehtilomdan keyin yuyinishdan burun tong etib qolsa, ro'za to'g'ri bo'ladi. Abdurahmonning o'g'li Abu Bakr rivoyat qiladi-ki, atam ikkimiz Aisha radhiyallohu anhaning yoniga kirsak, u Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ehtilom bo'lib qolganligidan emas, jimadan junub holatida tong atqizib, andan ro'za tutayverdiganligiga guvohlik beraman dedi. Keyin Ummu Salama radhiyallohu anhaning yoniga kirsak, u shundoq dedi. Yana Hazrati Ummu Salama radhiyallohu anha rivoyat qilgan bir hadisda mundoq kelgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ayollar bilan birga bo'lib, junub holatida tong atqizib, g'usl qilib ro'za tutayveradi. Yana bir rivoyatda qazosini qilmaydi degan so'zini ortiq holatda rivoyat qilgan. Bu hadis tuvandagi mazmunlarni bildiradi. Birinchi, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ba'zida yuyunmagan vaqtida junub holatida tong etib qoladi yoki bomdodga azon chiqib qoladi. Shunda holatda ro'za tutayverib, andan yuyunadi. Ro'zasini davomlashtiradi, qazosini qilmaydi. Ikkinchi, bu Ramazon ro'zasi bo'lsin, boshqa chog'lardagi ro'za bo'lsin, hammani o'z ichiga oladigan umumiy bir hukm. Imom Ibn Kasir mundaq degan. Bu 4 imomning shundaqla ilgirki va keyingi ko'pchilik olimlarning qarashidir. Uchinchi, kechada jima yoki ehtilomdan junub bo'lib qolganlarning ro'zasi to'g'ri bo'ladi. To'rtinchi, jimadan bo'lgan junublikda yuyinishdan burun ro'za tutsa to'g'ri bo'lgan ekan, boshqa turli junublikda yuyinishdan burun ro'za tutsa albatta to'g'ri bo'ladi. Beshinchi, bu masalada Ramazon ro'zasidek farz ro'za bilan boshqa vojib, nafl ro'zalar o'xshash. Oltinchi, Ramazon kechalarida tong etishdan sal burunli bo'lsa-mu jima qilishga bo'ladi. Yettinchi, jima qilayotgan chog'da tong etib qolsa yoki bomdodga azon o'qilib qolsa, darhol to'xtatish kerak. To'xtab olsa, qazosini qilish yoki kafarat berish ketmaydi. Bu ko'pchilik olimlarning qarashi. Bir qism olimlar to'xtab olsa-mu qazosini qilish va kafarat berish vojib bo'ladi degan. Janobi Allohning ro'za kechalarida ayollaringlarga yaqinchilik qilish sizlarga halol qilindi. Endi ayollaringlarga yaqinchilik qilinglar. Alloh sizlarga taqdir qilgan farzandni talab qilinglar. Toki tong yurgan qadar yeb ichinglar. Andan kech kirguncha ro'za tutinglar. Baqara surasi 187-oyat.
degan oyatimi junublik holatda ro'za tutib, andin yuyinib olsa bo'ladiganligiga dalil bo'ladi. Chunki tang yurgan qadar jima mubah bo'ladi ekan, ro'za tutgan kishi yuyinmagan holatda tang atqizib qolishi cho'qim. Shunga uning ro'zasi to'g'ri bo'laveradi. Junublik ro'za tutishga to'salg'i bo'lolmaydi.